hozir bitta o'rtog'im telefon qilyapti-da. Begona nomer. Telefon qilib, "O'rta, assalomu alaykum, yaxshimisan? Tanjoning sog'mi? Ishlar bilan charchamayapsanmi? Issiqlar bilan" deyapti. Men asa xursand bo'lib ketdim. Rossiyadan kelibdi, o'rtog'im telefon qilyapti. Hurmatim bor ekan, Xudoga shukr ana. Xursand bo'ldim-da. Xursand bo'ldim telefon qilganiga. Deganim, oshna og'aynilar bir-birlar bilan gaplashib, aloqada bo'lib, yaxshimiz hech bo'lmaganda 1 minutga bo'lsa ham telefon qilib qo'yiladi. Ko'yini shunaqa ko'tarilar ekan, to'g'risi meni ko'yinim shunaqa ko'tarildi. Men to'g'risi oshnam malades. Mana telefon qilganing o'zim ham hijolat bo'lib ketdim, telefon qila olmayotganim. O'zim ham, mana men o'zim. Oshna og'aynilar telefon qilib, bir og'zim gaplashib, yaxshimisan, tuzukmisan, bolalaring yaxshimi deb telefon qilib gaplashib qo'yiladi do'stlar.